Bioimplant kompaniyasi hamda Coxo kompaniyasi tomonidan tashkil qilinayotgan konferensiyadamiz, darsdamiz va kichkina narsani ko'rsatmoqchiman. O'zi yangilik emas, lekin ishlatib ko'rsatyapman. Bu elektron shpris, ya'ni bemorga anesteziya jarayonini avtomatik tarzda kichik tezlikda chiqarib berish uchun mo'ljallangan. Sekin harakatlanadi. Mana bu yerda stop, boshqa knopkalari bor. Ana уже 01 urdim deyapti. Keyin 02 sekin yuboradi. Asta sekin yuboradi. Keyin tezlashadi. Hozir 02 dan keyin tezlashadi. Chunki organizmda shunday narsa bor. Boshida katta tezlikda qilib qo'yish patsientda og'riq beradi. Mana shu og'riqni oldini olish uchun oldin sekin, keyin tezlik oshadi ona. Hozir tezlashdi bu. Bitarish tezligi oshdi. Hozir ko'rasizlar, bu yerda ishlatilgan bu shprisi, iglasi. Hozir yog'ini endi itarishni boshlaydi. Ko'rasizlar, mana shprisning uchidagi narsa ham, tomchi ham to'kilmay turibdi. Hozir to'kilishni boshlaydi. Mana. Normal tezlik berishni boshladi. Mana shunday ishlaydi. Normal. Buni avtomatik o'zi kontrol qiladi. Mana tugatdi. Bu anestetiklarni ichidagini tugatdi. Mana endi qarang, reset boshlanadi. Mana bu porsionini, udarini tortib oladi endi. Hech narsaga tegmadim, o'zi sekin orqaga qaytishni boshladi. Zo'r.